Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Narx-navo YouTube kanalini ko'rib turganingizni bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, videoga like bosing. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Videoni Best Toshkentga jo'nating. Ya'ni 2025-yil 6-noyabr kunga narx-navolar, pomidori, bodring, hamma sabzavot mevalarning narxlarini ko'rib chiqamiz. Karzikadagi qizil pomidorlar, Tbilisidan pomidorlari mana 13 ming so'mdan. Tepasida sal shirasi bor. Lekin sifatlari, holatlari zo'r, tagigacha bir xilda chiqyapti. Och chiqmaydigan variantlari. Rasnoy maydasi bor ekan, 10 ming so'mdan qilishyapti. Mana kalibrlari ko'rishingiz mumkin. Mana akamizda korobkada bor ekan, buni shilamlari yo'q, ya'ni shiralari ham machi yo'q. 3 qator bu taylangan. Korobkada 3 qator taylangan. Sardorovkalari dahshat deyapti akamiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Quyosh tushmasdan salqinda turgan holatdagi rangi mana. Mana bozorda ko'rishingiz mumkin. Bozorda pomidorlar ko'p. Odamlar yo'q. Ko'rishingiz mumkin mana yashida 2 qatorli qitil. Shilamlari yo'q. Yiriligi 4 kalibr. Narxi 14 ming deyapti akalarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Rozuyda 6 taliklari ham bor ekan mana. 6 talilarimiz necha pul ekan? 20 ming. 6 talilarimiz 20 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. 5 talicha aka? 5 talilarimiz 23 ming so'mdan. Holatlari yaxshi, sartorofkalari mana kipriklari bilan turibdi. Salfetkada 4 talicha 3 talilarimiz. 3 talilarimiz 21 ming so'mdan ekan. Agar sizlarga oshxonaga kerak bo'lsa, yeriroq pomidor shu akamiz Yalog'ga chiqinglar. Futsiti bozoriga kelinglar. Telefon raqami ayta olasizmi? 8 ming so'mdan ekan. 3 qatorli. Hozir ko'rsatgan bundan oldingi pomidorni ko'rsatgan srednis, ya'ni qizil pomidorda korobkada variant 3 qatorli, tagigacha bir xil deyapti. 8 mingdan to'raga qo'yib beradi. Ya'ni 20 ta, 30 ta, 50 ta olganlarga shunaqa beryapti. Optim narxida bu. Mana akamizda bitta changayda yuk bor ekan, 12 ming so'mdan ekan. Buning rangi sal ochroq, qizil pomidori. Rangi ochiligi uchun 12 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. Ko'rishingiz mumkin. Srednisni ko'rishingiz mumkin, 6 ming so'mdan qilib beryapti. Arzonchi variant. Arzonroq variant ekan akamiz aytish bo'yicha. Rangi ochroq ekan. Ko'rishingiz mumkin, mana 4 tali pomidorimiz 23 ming so'mdan qilib beryapti ekan. Salfetkalar bilan turibdi. İçlari qizil chiqyapti, ranglari zo'r. Shu yerda aytib ketishimiz mumkin. Videoga like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. 5 talilar mana 5 tali salfetkalar ko'rishingiz mumkin. Kipriklari bilan turibdi. 22 ming so'mdan qilib berishyapti. Bitta olsangiz ham bo'laveradi bu yerda. 6 talilarini 20 ming so'mdan qilib beryapti. Holatlari yaxshi, ranglari qizil, ichlari qizil chiqadigan pomidori. Rasno holatdagilari ham bor ekan, mana ko'rishingiz mumkin. 12 ming so'mdan qilib beryapti. Korobkada sredniy pomidorlar, Tbilisidan qizili, qon qizil rangda ekan. 8 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz. Yashidaylarni necha pulga beryapti? Yashidaylarni 15 ming so'mdan qilib beryapti akamiz. Bitta, ikkita yashida so'rasangiz ham beraveradi. 5 tali 22 ming so'mdan qilib berayotgan roziylarda. Ko'rishingiz mumkin, mana kipriklari bilan turibdi. Svejiy ekan, xudo xolasa, salfetkada. Sort qanaqa ekan buni? Piksara. Piksara deganiga. 6 taligimiz necha pul aka? 6 taligi 6 taligi 19 ming so'mdan ekan. Bodringlar necha pul bo'ladi? 19 ming so'm. Bunisi 17 ming so'm, bunisi. Nima farqi bor aka? Bu kechagi, bu bugungisi. Bugungisi 19 ming ekan, kechagisi 17 ming, 17 ming qilib berishyapti akalarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Aka, gilatkilar necha pul ekan? 19 ming. 19 ming so'mdan ekan gilatki, ya'ni korobkada bo'ladi. 12 kilo, 15 kilo atrofida bo'ladi. Shunaqami? Necha pul ekan bu orzularingiz? 18 ming so'mdan ekan orzularimiz. Aka, atxotlar necha pul bu kurcho'lar? 10 ming so'm beryapti. Kurcho'lar atxotlari 10 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Qadri baland qadrdonlarim, videoni ko'rayotgan ekansiz, mehnatimizni qo'llash uchun qadrli fikrlaringizni yozib yuboring, videoni davom ettiramiz. 16 ming so'mdan mana ustiga salfetka o'ralgan qizil pomidorlar 16 mingdan berishyapti akalarimizda. Optim narxda ko'rishingiz mumkin. Gilatki bodringlarda 18,5 ming so'mdan qilib berishyapti optim narxda ko'rishingiz mumkin. Qaytdik aka bu? Buxorodagi ekan. Mana bodring qatorlar. Ko'rishingiz mumkin, deyarli odamlar yo'q.
Lekin bodring narxlari baland. Ko'rishinglar mumkin, mana o'sha oshqoqlar ham sovuq tushib, narxlari ko'tarilishni boshladi. 3,5 ming so'mdan beryapti-kan. Agar terib chiroyli qilib bersa, shuni beryapti-kan. Rasmiy holatda 3300 qilib beryapti shunda. 3300 dan qilib berishyapti-kan. Bu oshqog'i 4,5 ming so'm ekan. 4 ming so'mdan qilib berar ekan. Chiroyli qilib, nima desa, shakllarni bir xilda qilib, chiroyli qilib terib beradi ekan. Shu 3,5 ming so'mdan ko'rishinglar mumkin. Agar kelsanglar, Food City bozoriga bundan ham kelishtirib beradi, xudo xolasa sotamiz. Ko'rishinglar mumkin, mana o'sha oshqoq qatori deyarli bitta bu joyda emas, deyarli hamma joyda bir xil 5 so'm, 200 so'mdan radissasi bor. Ko'rishinglar mumkin, karamlar 2,5 ming so'mdan to'g'riga qo'yib beryapti. Yirik karamlar ko'rishinglar mumkin. Ha, qaraman aka. Ko'rishinglar mumkin. Nech pul ekan aka karamlarimiz? 4 ming so'mmi? 4 ming so'mdan akalarimiz to'g'riga qo'yib beryapti. Bu standart. Agar magazinga olib borsanglar, sotishga ham, ishlatib olishga ham qulayroq, ya'ni oshib qolmaydigan varianti. Yirikroq, arzonroq narxlarda ekan. Ko'rishinglar mumkin, mana o'sha karamlar ham sovuq tushib, deyarli ko'payib qoldi. Gulkaram nech pul ekan aka? 5 ming. 5 ming so'mdan to'g'riga qo'yib berishyapti akalarimiz gulkaramlarda. Ko'rishinglar mumkin, koreyskiy karamlarimiz. Nech pul aka narxi? Yo'q, aytavering aka, bu YouTube'ga qo'yaman aka, Instagramga. 2,5 ming so'mdan tortib berasizlar, 2,5 ming so'mdan akamiz qilib beryapti ekan, koreyskiy karamlarni. Ko'rishinglar mumkin akalarimizni. Kelsanglar. Dastlabki xizmati ham bor ekan. Bir mashina olish kerak. Telefon raqam ayta olasizmi, ayta olmaysizmi? Ayting telefon raqam. 99lik 796 35 akamizga aloqaga chiqing. Dehqonchilik ekan akamizni kelishtirib beradigan chiroyli qilib. Ko'rishinglar mumkin, o'sha karamlar ham deyarli ko'paydi. Narxlarida 5 so'm, 2 so'm raisa qilishi mumkin. Shu yerga kelsanglar bemalol ko'raverasizlar, xudo xolasa. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni West Toshkentga jo'natishni unutmanglar. Nech pul ekan baqilchi? 4 ming ekan. 4 ming so'm ekan baqilchi. Nasıl 5 mingdan, ha? 5 ming so'mdan ekan baqalajonlar. Balgarskilar nech pul opa? 8 ming so'mdan ekan balgarskilar. Ko'rishinglar mumkin. Hamma 8 mingdan, ha, bu balgarskilar. Ko'rishinglar mumkin yon atrofda. Sitafor balgarskisi nech pul ekan bu? 10 ming so'mdan ekan, ko'rishinglar mumkin. 10 ming so'mdan qilib berishyapti. Sizdan aka balgarski nech pul narxi? 4 ming so'mdan qopga-da. Qopga 4 ming so'mdan ekan balgarskilar. Kiloga 3 mingdan ham bor deyapti. Ko'rishinglar mumkin, mana. Qalin po'choq kiloga 3 ming so'mdan ekan. Akamizni atroflari bitta oramiz. Nech pul ekan shuni kilosi aka? 20 ming. Ha? Nech pul ekan kilosi? Mana 3 ming beryapti. 3 ming so'mdan berishyapti akalar. Yana bor, yana bor. Bular nech pul ekan? Yuqa po'choq bular. 8 ming. 8 ming so'mdan ekan. Ko'rishinglar. 10 ming. 8 ming 10 ming. Sitaforliklarchi nech pul aka balgaskilar? Ular yaxshimi? Ha, ikkinchi sort ya bu. Ikkinchi sort nech pul? ming. Ikkinchi sortlari 5 ming so'mdan ekan Sitaforda. Yaxshilari 25 ming bo'ladi. 20 ming 25 ming bo'lyapti ekan Sitaforda yaxshisi. Bular yaxshilar-ya, lekin mana ular oq po'choq 10 ming so'mdan ekan. 8 ming 10 ming so'mdan ekan. Yiriklik holatlariga qarab ketaverar ekan narxlari. Rahmat aka. Ko'rishinglar mumkin. Deyarli. Balgarskilar nech pul ekan opa? 15 ming? 15. Yirigi nech pul yirigi? Qizillar. 22 ming so'mdan ekan qizillar. 20 ming bu ustera. Bular 20 ming so'mdan, bunisi 15 ming, Mana. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'rdik. Baqalajon nech pul? Dalaniki 10 mingdan bular. Dalaniki 10 ming so'm, u tiplisi, u bundan oldin ko'rsatganlar. Tiplisi ekan. Baqalajon nech pul dedingiz? 4 ming. Bu dalaniki. Dalaniki 4 ming so'm. Tiplisi narxlari nech pul bo'ladi bilmaysizlar.
Tbilisining baqlajon narxlari Esa 18 ming. 18 ming so'mdan bo'layotgan Tbilisining baqlajonlar. Bu dalaning baqlajonlari ko'rishingiz mumkin. Holatlari deyarli hammasi dalani mahsulot, daladan chiqayotgan barcha mahsulotlar deyarli holatlari, ko'rinishlari sal xunilashib qoldi, sababi yomg'ir hisobiga, sovuq tushgani hisobiga. Tbilisiniki chiroyliroq ranglari ko'rishingiz mumkin. Uning narxlari deyta 5 ming, 6 ming raysa bor. Kilosida 5 ming, 6 ming raysa bor dalanikiga qaraganda. Ko'rishingiz mumkin. Mana sabzi qatorga o'tdi. Sabzilarda 10 kilodan qilib qo'yganlari, mana yuvilmaganlari 5 ming so'mdan qilib berayotgan akamiz. Yuvilganlarini 6 ming so'mdan qilib berayotgan. Qizillari ham 6 ming so'mdan ekan. Optim narxda. Srednis nech pul dedingiz akam? Qopdagi 4 ming so'mdan. Qizilchalar nech pul? Qizilchalar 5 million. Sholg'om nech pul aka? Sholg'omlar 5 ming. Sholg'omlar 5 ming so'mdan. Turibchi aka? Turib 4 ming. Turiblarimiz ko'rishingiz mumkin. 4 ming so'mdan qilib beryapti akamiz. Optim narxda kelishtirilgan holatda ko'rishingiz mumkin. Qadri baland qadrdonlarim, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Videoni Rest Toshkentga jo'nating. Bu dehqoncha, ya'ni jaydaricha ko'rsatuv, qo'ldan kelgancha realniy narxlarda videoni ko'rsatamiz. Mehnatimizni qo'llash maqsadida videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, videoni Rest Toshkentga jo'nating. Aytgancha, agar sizga kunlik narx-navolarda kerak bo'lsa, bizning kanaldan uzoqqa ketmang. Videoni Rest Toshkentga jo'nating. Sizga qaytarib